Xullas o'rtoqlar, biza Sodda brendidamiz, onlayn bitoy texnika do'koni. Sayt bor o'rtoqlar, xohlasanglar saytdan ko'rib, mana shu texnika kerak deb aytasizlar. Biratani o'zlari ishlatib ko'radilar. Eng yaxshi tomoni pulni oldindan olishmas ekan, uyga borgandan keyin tovarni ko'rib, tekshirib, keyin pul bera olishadi. Men hozir informatsiyalarni eshityapman, miyalarim chalkashib ketyapti, sizlarga ham shu narsani ulashmoqchiman. Oldinligi 2-3 ta test savollar beraman. Ha. Sodda brendida necha xil tovar bor? 3800 xil tovar bor, 50 xil brend bor. 50 xil brend. Klient telefon qilib, "Mana bu brenddan mana bunaqa narsa kerak" desa topib berasiz. Topib beramiz. Hop, qatgacha dastavka qilib berasizlar? Butun O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz tekin. Qoraqalpoqga ham, Andijonga ham. O'zbekiston chegarasidan chiqib ketmasa bo'ldi. Ko'pchilik uy quryapti, proyekti bor. Shu uyga chaqiradi, qaysi brenddan, qaysi xonasiga qanaqa texnika ketadi, hammasini uyi o'zida ko'rsatib, rasmlarigacha, informatsiyalarigacha berib qilib bera olamiz. Ustunovka esa shu butun uyi ustunovkani qildirib bera olamiz. Oldin bozorga borilardi, hozir bozor uyga chaqirsa bo'ladi. Ha. Telefon qilishadi, ish bitadi. Shu sodda shuning uchun. Narxi qanaqa mayli? Ustiga qo'yib tashagandirsiz onasini ham siz. Yo'q, mana eng arzon narx deb ayta olmayman. Agar mendan ham arzon topishadigan bo'lsa, nechta pul? $10 arzonmi, $20 arzonmi? O'sha pulni ham qaytarib beraman. Men bitta arzon ko'rdim deysa bo'ldi. Hop, o'rtoqlar, sizlarning qiladigan ishinglar faqat Sodda brendiga murojaat qilasizlar, bo'ldi, ishinglar bitadi. Bu qanaqadir muxlibga emas, sababi akam gaplariga javob beradigan odamlardan bittasi shular bo'ladi. Javob beramiz. Pul ketsa ketsin, obro' ketmas. Boyagi shior qanaqa edi? Sodda, hayot soddalashtiring, aqlli xarid qiling, uyda o'tiring, o'zimiz boramiz. kerak, eshitdingizmi? Pochcha, sog' bo'ling. 2025-yil.